Okalar, mashina bozorda mashinalar narxi tushyapti, savdo yo'q, kam mashina qo'yapmiz. Hozir sizlarga arzonga Chevrolet Lacetti 1.8 mexanikani ko'rsatamiz. Mashinamizning holati yaxshi bo'lib turibdi. Ustilariga bitta o'zingizlar uchun ozgina qarab olasizlar. Hop, metan gazlari bilan mana shu krilosini septirib yuborish kerak ekan. Qolgan joylari holati yaxshi. Kraskalarini bemalol ustinglarni olib kelib ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Mashinamizda hech qanaqa texnik ishi yo'q ekan. Metan gazlari bor. Hozir men sizlarga bitta salonlarni ko'rsatib o'tib ketaman. Probegi 440 ming ekan. Yili 2009-yil. Mashinamizning salonlari dastlab yetib borish kerak. Karpetkalari yaxshi qo'lga qo'yib qo'yilgan ekan. Sidenalari ham zo'r turibdi deb aytdilar. Mashinamizning orqa saloni, orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Hop. Okalar, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. 440 ming yurgan 2009-yil 1.8 Lacetti'ni biz sizlarga $3750 ga berib yuboramiz.